Assalomu alaykum aziz do'stlar, aziz muxlislar, birodarlar. Mana naqd g'alaba mag'lublikka aylangan joy mana shu yer bo'ladi. Hava ya'ni Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam mana Uhud jangida mana shu yerda o'zlari chodir tikib o'tirganlar. Bu yerda 40 ta kamonchi bo'lgan va jang mana shu yerda boshlangan. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam aytgan 40 ta kamonchiga sizlar jilmaylar agar g'alaba qozonsak ham degan. O'sha paytda masalan Xolid ibn Valid radhiyallohu anhu iymonga kelmagan payti bo'ladi. Janglar mana boshlangan zahotiyoq shu yerda kofirlar qocha boshlaydilar. Kofirlar qocha boshlagandan keyin bu yerdagi 40 ta kamonchi ham xursand bo'lib bularni izidan boradilar g'animat olish uchun. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam bu yerda tanholikda qolgan. Keyin Xolid ibn Valid mana tog'ni orqa tomonidan kelib ularga hujum qilgan. Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam muborak tishlari ham shu yerda shahid bo'lgan va 70 kishi mana sahoba mana shu yerda shahid bo'lganlar. Naqd g'alaba mag'lublikka aylangan. Hazrat buni alohida aytib o'tishimiz kerak. Hazrat Hamza radhiyallohu anhu ni mana shu yerda vahshiylarcha bin Tutba degan ayol shahid qilgan uni. Mana shu juda vahshiy qotil bo'lganda u. Hazrat Hamza radhiyallohu anhu mana shu yerda shahid bo'lgan joylari shu yerda 70 kishi sahoba bilan shu yerda shahid bo'lganlar. Mana shu yerda aylab qo'ygan ekanlar hamma yerni. Do'stlar, hammalaringizga mana shu yerni ziyorat qilish nasib qilsin. Qarang, Hazrat Muhammad sallallohu alayhi vasallam qanchalik kurashgan islom uchun. O'shaning uchun do'stlar, hammamiz bu diniy islomning qadrini bilishimiz kerak. Hammalaringizga shu yerni ziyorat qilish nasib qilsin. Videoni do'stlarga tarqatinglar, birodarlar.